Seton ülkemiz bir çemen bir lalemiz, şer'i Allah alemiz, ihtiram Afgan seton. Şer'i Allah alemiz, ihtiram Afgan seton. İslami imaret bu, etri azadi xushbu, her musulmon bolasi ochilgan chun lalaru. İslami imaret şu adli Ulug' Tengri taoloni oti bilan aziz do'stlar va hurmatli Radio Televizioni Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari va muxlislari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'zbek dasturimiz Samangon viloyatidan xush kelibsizlar. Aziz do'stlar va hurmatli Radio Televizioni Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari, shundoq backgroundga va rasmga ko'ra sizlar biz bir shirkati Populga kelganmiz va bir yangilik, yaxshi yo xushxabarlik Samangonlarga ki bir shirkati Popul bu viloyatga ijod bo'lgan va zamina ishda yoshlarga va Samangon yashovchilarga farham qilgan va ko'proq gapiramiz mas'ul shirkat bilan va hadafi ijod va nima bois yo nima angiza sabab bo'ldiki bu shirkatni ijod qilsa va qancha bu shirkatga sarmoyaguzorlik qilgan va qancha xazina topgan va davlati tomonidan Samangon viloyatining savdogarlik riyosatining tomonidan qancha zamina baxotir sarmoyaguzori uchun muyassar bo'lgan va ko'proq bu o'zbek dasturimizga so'zlaymiz va gapiramiz va sizlardan ham xohlaymiz-ki bu o'zbek dasturimizni avvaldan to oxirigacha ko'ringizlar va bizlar bilan bo'lingizlar. Albatta, o'zbek dasturida qabl yo peshjaziki boshlasak, bir necha tasvirni hamkoroy fanimiz sizlarga tanzim qilgan va sizlarga tuzatgan, uni ko'ringizlar va bizlar bilan bo'lingizlar. Afg'on seton ülkemiz bir çemen bir lalemiz, şer'i Allah alemiz, ihtiram Afg'on seton. Şer'i Allah alemiz, ihtiram Afg'on seton. Aziz do'stlar va hurmatli Radio Televizioni Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari, shundoq backgroundga va tasvirga va rasmga ko'rasizlar, biz shirkatni Populsozga kelganmiz va irtiboti bu shirkat qancha xazina topgan va ishlari qanday va qancha korigarlar bunda ishlaydi, ko'proq bu shirkatning mas'uli bilan so'zlaymiz. Salom akajon, vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bo'ladi, o'zbek dasturimizning boshlig'i o'zingizni bizlarga va aziz ko'ruvchilarga ma'rifat qilsangiz va tanitsangiz. Assalomu alaykum. Ahmad Jovid men, bir tana san'atkoron viloyati Samangon. Nesa qilamiz bu Populpaza, korxona Populpaza bilan. Bu baxshida shirkatga necha nafar ishlaydi va har kuniga sizlar qancha popul tavlid qilasizlar va bozorga arza qilasizlar? Bu shirkatga taqriban 10 nafar ishlaydi. 10 nafar ishlaydi, taqriban ro'zona bir 500 kilo popur biz xomda pishiramiz, do'kondorlarga, shaharga arza qilamiz. Bu baxshi. Necha yil bo'ladi bu popul sozi yo bu shirkatni populda sizlar ijod qilgansiz? Bu shirkatni popurda taqriban chorda so'diyak bir 3 yil bo'ladi bizga shuru qilamiz, faoliyatga shuru qilamiz. Bu baxshi. Hojisa mendan aytsangiz, iqtisod nuqta nazaridan, masalan, siz bir bozor ozod raqobat bor taban, shoyat boshqa shirkatlar ham sizlar bilan raqobati bo'lsa, ya'ni mollaringiz yaxshiroq o'tsa, yaxshiroq bozorga arza qilsa, nima ro'yxatlaringiz bor? Biz inshaalloh popullarimiz yaxshi fazla xudo sobiqdan tajriba korimiz ham betar bo'libdi. Inshaalloh bundan yaxshiroq qilamiz deymiz. Xosimiz shuni esa, degan davlat biz bilan hamkor bo'lib ketaversin. Davlat bizga joy munosib, barqi munosib, hammasini baroham qilib ketaversin. Inshaalloh biz urush qilamiz fazla. Bu yaxshi. Albatta, riyosat savdogarlikni tomonidan va san'atni tomonidan yo riyosat sanoat mavzuni tomonidan sizlarga qancha suvlarlar faroham bo'lgan va sizlarning qancha qo'llaringizdan olingan va sarmoyaguzorlardan qancha himoyat bo'lgan? Valla san'atkor, riyosat tijorat, riyosat sanoat mavzuidan biz xeyli xusholmiz. Xeyli xush. Azroziga shular faoliyatga og'oz qildi, xeyli tashviq qiladi, boray tijoratga, boray negaga, har daqiqa bizni jalsaga tilatadi. Har nava inshaalloh bizga ko'magi yetadi. Xusholmiz uni. Bu yaxshi. Kuniga qanchaga sizlar popul sotasiz? Kuniga 30 ming, 25 ming, 40 ming, muxtalif degan. Ba'zi vaqt ko'p, ba'zi vaqt kam. Bu xos mushtari. Hamisha bir model, bir raqam bo'lmaydi. Ba'zan bir vaqt mushtarining taqozosi ko'proq sotamiz. Bir vaqt mushtarining taqozosi kamroq sotamiz.
Posim ishlari degan. Xo'p, yaxshi. Va bundan aytsangiz, popul nima narsalardan jo'r bo'ladi? Irtiboti, kayfiyati irtibotiga aytsangiz. Popur xo dar qadam avval shu orda tarmayda, mavod xom orda tarmayda. Dar degan mavodoy kimyoviy ichiga mix bo'ladi. Degan jog' bor bilasida, murchi masola bor. Kayfiyatimiz bizning shu popurimiz inshaalloh Samangonga inshaalloh kayfiyati ko'p bo'lo. Ba'zi mushtarlar voqeat xeyli bundan rozi, xushlaydi. Murchidan, kayfiyati popuridan xeyli rozi bo'ladi. Ko'p yaxshi. Va Oji bundan aytib o'tsangizki, masalan, bu po'shlari yo pokarlari ham shunda jo'r bo'laman yoki boshqa joylardan o'rib qilasizlarmi? Boray pokarlarga pokatini biz Erondan, Pokistondan tilatamiz. Eronni Pokistondan tilatamiz. Degan Afg'onistonga ham jo'r bo'libdi-da Hirotga. Degan inshaalloh umidki bundan baqa Hirotdan biz pokat olib qilamiz. Ko'p yaxshi. Albatta bir basasiga necha dona bo'ladi? Sizlar qancha sotasizlar va sizlarga qancha tamom bo'ladi? Mening bir basasida 18 dona bo'ladi. 18 dona bo'ladi. Biz buni 64 rupiya bir basasini sotamiz. Taqriban bizga bir 62 rupiya keladi. Bir basasini 2 rupiya qoladi bizga. Degan shunga shukrguzormiz. Shunga qanot. Albatta do'kondorlar bo'z buni qancha sotadi? Buni do'kondorlar 70 rupiya xuruj qiladi. Taqriban ularga bir basasini 6 rupiya qoladi. Fortune degan. Fortune 6 rupiya qoladi. Rozi inshaalloh, ular ham rozi, biz ham rozimiz. Xo'p, yaxshi. Albatta har bunda aytdingizki 10 nafar kuniga ishlaydi. Har qaysisini muzdi muxtalifmi yoki bir barobar muzdi maosh berasizmi? Boray moshoy bilar farq qiladi. Moshlar misoliga izirpadan rozona shurub to basi 200 rupiya, to 250 rupiyagacha bor. Bir nafarning korigarning moshi bilan. Albatta mohir va maslaki korgarlarga qancha berasiz kuniga? Kuniga 250 rupiya beramiz. Modarimo 7,5 rupiya beramiz bilan. Va g'ayri maslaki va g'ayri mohirga? Kasiki toza bakor keladi, unga kuniga 100 rupiya beramiz. Ishni urganda inshaalloh moshini ko'paytamiz faqat. Aka Javid, bundan aytib o'tsangiz, nima bois bo'ldiki siz bu shirkatni ijod qilsangiz Samangon viloyatiga? Bois bo'ldiki bekor edik. Taqriban 3 yil ilgari bekor edik. Bir tasmim oldikki ham o'zimizga bo'lsin, ham ba'zi kasoyki bebazoat, niyozmand korigarar shularga shu bois bo'ldiki biz korxonani jo'liga ham o'zimizga ish topdik, ham mardimga ish topdik. Xo'p, yaxshi. Albatta boshqa yoshlarga ham zamina ish faroham bo'lsin. Bala, boshqa yoshlarga ham sizday menga ish faroham bo'lsin, ishlasin. Xorijaz viloyat ketmasin, xorijaz kishvar ketmasin. Shu vatanga ish topilsa, o'zlari shuga ishlasin. Bala. Xo'p, yaxshi. Bu shirkatga necha raqam yo necha xil popul tavlid bo'ladi? Taqriban bu shirkatga 5 raqam popul tavlid bo'ladi. Popur anvoy muxtalif, simyon bor, naxatak bor, populoy salanti bor, har raqam joyjador jo'r bo'ladi. Misol Sitora salanti kabob mazadin jo'r bo'ladi. Shu raqam tavlid qilamiz biz. Xo'p, yaxshi. Albatta bu popullar tana Samangonga arza bo'laman yo boshqa viloyatlarga ham ketaman? Bu popullar ham Samangonga arza bo'ladi, ham Bag'lon to Badaxshongacha bizim molimiz ketadi. Bu tamdan voqeat mardim rozi. Xo'p, yaxshi. Albatta bu shirkatga nima qiyinchiliklar va nima mushkullar bor? Va nima niyozmandlaringiz bor? Mushkulot xuddi avval ko'p edi. Inshaalloh o'zimiz barobarda qilib xushvaqtona shu sanoat modini va wazarati sanoat tijorat kelgandan beri biz xeyli xusholmiz. Hamisha bizga hamkorliklari tegan. Degan davlatdan taqozomiz ki biz bilan hamkor bo'lsin. Zaminiy joy va barq munosib bizga faroham qilsin. Mashinalartoyki zo'rimiz yetmaydi, ba'zi muassasalar ko'mak qiladi, shulardan justuju qilsin, biz mardimga olib bersin. To bu bois bo'lsinki, ham nafar ko'p ishlasin korxonamizga, ham bois iftixor shu viloyat bo'lik. Ko'p yaxshi. Qancha nafarlarga va qancha yoshlarga bunda ish topilgan yo zamina ish faroham bo'lgan? Taqriban shu korxonama men 10 nafar taqriban ro'zona ishlaydi. 10 nafar korigar bizni bor, korigarimiz bor. Mana. Ko'p yaxshi. Va davlati tomonidan va muassasalar tomonidan nima yordam bo'lingan va nima hamkorlik bo'lgan sizlar mana? Davlati tarafidan shu biltir asrafi daftari OIM bir hamkorlik bor edi. Shu shogirdlarimizga ko'mak qildi, moshoy shogird berdi ba'zi vaqt. Degan bir dona Pekin bizga olib berdi. Degan xeyli xusholmiz undan. Ko'p yaxshi. Albatta bunda necha raqam mashinlar bor va bo'ladi mashinlarni e'tiborga olsangiz va mashinlarning nima korbudlari bor? Mashin avval qo'yib ikki poya mashinamiz bor, baxshi xushkun. Kishi popur chiqdi, mavodi o'zi vazifasi shulki shu javoni quritadi. Degan 3 poya Pekinimiz bor, pokat qiladi.
Bularning qolibi bir farq qiladi. Har qolibiga bayladingiz shu raqamga jiradi. Mana. Bu shirkatga qancha sarmoyaguzorlik bo'lgan? Dar qadam avval biz 5 lager bilan 5 lagerda sarmoyaguzorlik qilgan avvalda qara. Kattakon rahmat sizdan. Salomat bo'ling, xayr ko'ring. اسلامی امارت بو عطر آزادی خوشبو هر مسلمان بالسه آچilgan چون لاله رو. Aziz ko'ruvchilar va hurmatli radio televizion Milliy Afg'onistonning muxlislari, shuna ko'rasiz qabotimizga bir inog'amiz albatta bir shirkatga ishlaydi va ishlarning irtibotiga ko'proq so'zlaymiz. Avval bu kishini ma'rifi bilamiz va undan nari ishlarning irtibotiga gapiramiz. Salom akajon, bo'ladi o'zingizni bizlar va aziz ko'ruvchilarga ma'rifi qilsangiz va tanitsangiz. Assalomu alaykum, Ahmad Bashirman, Samangondan bo'laman. Ko'p yaxshi, aka Bashir, menda nima ish qilasiz? Mana shu korxonaga ishlayman. Shu korxonaga shu 8-9 nafarmiz, bir 2 yil 3 yil bo'ladi mana shu korxonaga ishlaymiz. Ana shunda bizga oyga 6000, 5000, 7000 qadar maosh beradi mana shu korxonaga. Bir 8-9 nafar 3 yil bo'ladi shu korxonaga ishlaymiz. Ko'p yaxshi. Va mendanki shundoq sizlarga ish yo zaminaviy ish farahm bo'lgan, qancha xushxo'rlik qilasizlar, hozirgi bekorlikdan uzoqsizlar. Xeyli ham xushxo'rlik qilamiz agar chandiga o'z otanamizga shuga agar qo'mirga korxonaga jo'r bo'lsa shuga ishlasak biz xo'ran. Tashakkurlar ko'p qilamiz bunga. Ko'p yaxshi. Va shundoq shirkatlar ijod bo'lsa va ishni zaminasini yoshlarga va Samangon yashovchilarga farahm qilsa va ishni topsa mardimga qancha istiqbol qilasiz? Xeyli ham dega inshaalloh ana shu o'z vatanimizga agar ish bo'lsa kerak biz xeyli ham xushalik qilamiz, tashakkurlar qilamiz dega az xoriz ketgandan qaradigan xoriz ketganlarni javonlarda ko'rib turibmizki, ne holda, ne raqam emasda. Har o'z vatanimizga qanaqa ish topilsa biz bunga shukrguzorlik qilamiz dega tashakkurlar qilamiz. Shuga ish bo'lsa biz shuga ishlaymiz. Topolmagandan majburiyatdan unda borgan olib borganlar ham unda ba'zi javonlar bilan tamosim bor, ko'pi ketganiga pushaymonki, kelganiga shu o'zining vataniga kelmaydi degan. Anda ish yo'q, bir kun ishlasa 4 kun bekor qoladi. Shuning uchun shunda ana shu raqam bekorligi ko'p. Ish ham unda ham garjamlar ish ko'p topilmaydi. Ana bunda ish bo'lsa degan uchun ular kelsin degan, shuga ishlasa degan boyar. Kattakon rahmat sizdan. Bo'ladi aytayotganingizni va payomingizni bizlarga va aziz ko'ruvchilarga aytsangiz. Salomat bo'ling, tashakkur, baxayr bo'linglar. Afg'oniston o'lkamiz bir chaman bir lolamiz, shar'iy Allah olamiz, ehtirom Afg'oniston, shar'iy Allah olamiz, ehtirom Afg'oniston. Aziz do'stlar va hurmatli radio televizion Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari, shundoq ko'rasizlar, ukalarimiz ham popildi bastabandi qilib jotibdi va bu ishlaridan so'raymiz, bu kishilar nima mas'uliyati bor bunda? Ko'proq gapiramiz. Salom ukajon, o'rma, sog' borsanmi, baxat borsanmi, avvalga o'zingni bizlarga va aziz ko'ruvchilarga ma'rifi qil, oting nima va tanit. Assalomu alaykum. Rasma jonon Zaynab xabarlarni vatan xayrlar. Xo'p, yaxshi. Xayrloxon, o'zing maktabda o'qisangmi? Maktab o'qigan edim, chiqdim. Sinf nechagacha o'qisan? Sinf 2gacha. Sen ish qilasan ukajon? Menda mashqalimani, baylimani. Va kuniga senga qancha beradi? Kuniga 100 rupiya. Zipa. Va oyiga qancha beradi? Oyiga 100 rupiya beradi. 3000 beradi? Ha. Xo'p, yaxshi. Bu endiki ish sizlarga faroham bo'lgan va muyassar bo'lgan, qancha xushsan va qancha ehsosi xursandlik qilasan? Xushman. Uyga ko'rgar o'zingsanmi? Ha. Necha nafar ishlaysizlar? Necha inog'asizlar? 4ta. 4ta ayna birtasi yerda, 7 shoda. Xo'p, yaxshi, sog' bo'l, bardam qol. Muvaffaq. Muvaffaq. Mujohidlar zahmati, mazlumlarning nolasi, Allohim aylab qabul bu imorat islomiy. Haq mujohid duosi, Afg'oniston ozodi, Chavki tog'ut barbodi, sinsin daraxt yolasi. Haq mujohid duosi, Afg'oniston ozodi. Qadrli, hurmatli radio televizion Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari va muxlislari, O'zbek dasturimizning davomiga xush kelibsizlar. Shundoq ko'rasizlar, qabotimizga hurmatli Hoji Said Abdulxoliq Muboris, albatta sanoiy va maodindir riyosatining raisi
bu shirkatga bizlar bilan ham kelgan va bu ishlaridan hamchinon yo shundoq ko'rasizlar, bizlar ko'rdik va ko'proq bu shirkat irtibotiga gapiramiz. Salom Oji so'yib, vaqtingiz xayrli bo'lsin. O'zbek dasturimizga xeyli xush kelibsiz. Agar o'zbek dasturimizga salom va kalomu muqaddimangiz bo'lsa, bizlar va aziz ko'ruvchilar eshitamiz. Va alaykum assalom. Biz ham salom aytamiz aziz ko'ruvchi televizion milliy o'zbek tilidagi va hozir kelibsizlar korxonani yaqindan ko'rib tomosha qildik va bor ham bizlar keldik va buni tavlidini ko'ramiz. Ko'p sutra, ko'p nizofatdan yaxshi, ko'p zoiqasi, ko'p xushmazza vaqt. Samangonga mudi ashxoslar bo'lsa, bunda korxonalarda tuzatsa, javonlarda ko'rasizlarki, bularga ish topilgan, masrufi kor, nafaqai ro'zg'ori bo'ladi va iftixor bil Samangonga. Kattakon rahmat sizdan va mendan aytib o'tsangizki, Samangon viloyatga necha shirkat faoliyat qiladi yo ishlaydi va qancha sanoyi bor va san'atkorlar bor? Samangon viloyatga xurdi bozor taqriban katta kichikliklari 500-200 dan ko'proq ishlaydilar va ta'dodi kattaroq yaxshi ishlarki, xeyli mardumlar kinorida ishlaydilar. Bunda hisob muz oladilar, maosh uchun ishlaydilar, bir nafaqai ro'zg'orlari bo'ladi va taqriban bir 50-100 donasi kattaroq, ta'dodi kichikroq munto san'atkorlar xeyli Samangonda faoliyat qilyapti. Ko'p yaxshi. Shundoq ko'rasiz, biz va sizlar shirkatni popilsozga kelganmiz. Va shunday popilsozi shirkat Samangon viloyatiga necha dona? Popilsozi yana hozir 5 donani ko'rganmiz, shularga bor, yana boshqa korxonalar borki, ko'p yaxshi tavlid qilgan Degi Buxor bor, masalan, tavlidi Nushobo bor. Yaxshi korxonalar Samangonda borki, qobil taqdir. Yaqindan bizlar havoli Javzoga xosligimizki namoyishga olsak, barguzor qilsak Samangon viloyatga va hamma viloyatlardan da'vat bo'lsa, mardum Samangon yaqindan ko'pi bilmaydiki Samangonda qancha tavlidimiz bor, qancha korxonamiz bor, san'atkorlarimiz bor. Buni namoyishga olsak, hamma yaqindan ko'rsa-ki, tavlidi bularni bola olib kelsak, oyinda kinorida bo'lib ko'mak etishsa, bularni zarfiyatini ko'proq qilsak. Ko'p yaxshi, albatta namoyishgohdan aytdingiz va bu namoyishga qayerga barguzor bo'ladi? Namoyishgoh shu Haybakti bozorining o'rtasiga katta chaman boqqa barguzor bo'ladi. Avvali Javzodan ta Uchi Javzogacha inshaalloh bularga bir marketing bozor yo'li bo'ladi. Inshaalloh ba'dan ham bizlar ko'shib qilamizki, bularning zarfiyatini, tamom mushkullarini hal qilsak, zarfiyati bilan ketsa. Ko'p yaxshi. Har necha kunda, har necha haftada yo har necha oyda sizlar shirkatlardan nazorat qilasiz va kayfiyat ishlaridan ko'rasizlar. Inshaalloh riyosat sanoat modin uchun Samangonga toza ijod bo'lgan va ko'p talosh qiladiki, dastavrdek ko'p yaxshi bo'lsa, muqomi viloyat san'at, tijorat va riyosat iqtisod bulardan bir komissiya ham tuzilgan. Adaqal oyiga 3 martaba bo'yat davra qilib bozdiz qilsa, bularda hal mushkullarini bizlar topsak, bularning cholish mushkullariga ko'magimiz yetishsa. Ko'p yaxshi va mendan aytib o'tsangizki, sanoat modinda riyosatini nima barnomalari bor bu shirkatlarga va bu san'atkorlarga? Sanoat modinda olishga ko'ramiz, ko'p buzurgtarin mushkuli cholishi bularning barq va joyi. Va shuning uchun bizlar park san'atini ko'shish qilamizki, ko'p yaqinda asnodlari takmil bo'lsa, bularga joy moya qilsak va barq mayo qilsak, va barq berga 20 afxona oladi. Vaqti park san'atiga bordi, 6 afxona bo'ladi. Bularga qancha so'lad? Joy mushaxas, ko'p buzurg angarlar tuzaladi bularga. Va xotir tavlid uchun bu qancha so'lad? Buning uchun ko'p jiddiytarin taloshdamiz inshaalloh on qarib baxir park san'atini takmil qilib, shu san'atkorlarimizga tavsiya qilsak. Ko'p yaxshi. Albatta san'atkorlarni va sarmoyaguzorlarni qo'lini olish uchun va yordam qilish uchun qancha imkoniyatlar va so'llar sizlar tomoningizdan farahm bo'lgan? Taqriban 2-3 oy bo'ladi tashkil sanoat modinga va yagona biz va'da berganmizki, Samangonda yagona san'atkorni himoya qilib shonasidan ko'tarsak, tavlidi da buncha barobar ko'proq bo'lsa, joy mushkil, barq, parkoy san'atidan mukammal mushkulni hal qilsak, oyinda har qaysi sohibi bir korxonai buzurg bo'lsin. Toza ijod bo'lgani uchun sizga itminon bering. Taqriban 26 musaiki Safot Shamol Afg'onistonga bor. Irtibotimiz ta'min bo'ldi va shu ro'z ham MDF banomi MDF Malal Mutahdidga talaqi bor. Tamoz oldik, ularni da'vat qildik, Samangon kelsa, bizni san'atkorlarimiz yaqindan ko'rsatsak, bularning mushkullariga rasidaga qilsak. Ko'p yaxshi. Albatta shirkatiga biz sizlar kelibsiz, bizlar va aziz ko'ruvchilarga ayting, bu Qayir va shahri Aybakdan qancha kilometr fosilasi bor?
va bir xo taqriban bir kilometr, 1,5 kilometr fasilasi bor va park san'ati taqriban 3 kilometr ila 4 kilometr ko'p uzoq emas. Vali kasb park san'ati tuzatadi, u uzoq hisob bo'lmaydi. Kinori javori shahar Aybaka inshaalloh yaqin hamma mushkullarni mayo qilib Anqarabda tuzaladi va xayr tavsiya qilamiz. Kattakon rahmat sizdan va oytatqaningizni va payomingizni bizlar va aziz ko'ruvchilar eshitamiz. Tashakkur sizlardanki vaqt mayo qildingiz. Biz san'atkorlarimizning mushkullarini bizlar sizlarga guzarish qildik. Kattakon rahmat sizdan. Tashakkur, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Afg'oniston o'lkamiz bir chaman bir lolamiz, shar'iy Allah olamiz, ehtirom Afg'oniston, shar'iy Allah olamiz, ehtirom Afg'oniston. Aziz do'stlar va hurmatli Radio televizioni Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari, o'zbek dasturimizda davomiga xush kelibsizlar. Shundoq ko'rasizlar, biz shirkati Populdamiz va bir kasi کارگر ماهر البته ishqish ماهر و بخش پاپولو به شرکت خیلی مسلکه و خیلی تجربه‌سی بار کوبرک به kishini mas'uliyatini va ishlarini irtibotiga so'zlaymiz. Akajon bo'ladi, o'zbek dasturimizda davomiga o'zingni bizlarga va aziz ko'ruvchilarga ma'rifat qilsang va tanitsang. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurashid, men bir tan az korgaroni fabrikay tavlidi mavod g'izoi Saxovat. Xo'p, yaxshi Abdurashidxon, necha yil bo'ladiki sen bunda ishlaysan? Taqriban men o'zim sarkorgarman. 3 yil 4 yil bo'ladi men shu yerga ishlayman. Xo'p, yaxshi. Albatta bunda turli xil mashinlar ko'rinadi. Bo'ladi irtibot mashinlarga bizlarga ma'lumot bersang, ya'ni necha raqam mashin bor va bu mashinlarda nima ko'rburlari bor bu shirkatga? Mashin 3 nava Pekinimiz bor. 3 nava Pekinimiz lokasi xo'p Pokistondan kelgan. Va bularda faqat vazifasi bilki pokat qilib, har nava plastikka baylasak, pokat qilib chiqaradi degan. Abdurashid aka, avval ishdan o'ysang, qayerdan shuru bo'ladi ishlaring va qayerga xalos bo'ladi? Avval ishimiz degan faqat mashinadagi baylaymiz plastikda. Namoz degar bo'ldi degan. Vaqti 3-4,5 baja bo'ldi. İşte bas qilamiz. Yo ro'zona yo kuniga sizlar necha soat ishlaysizlar bu shirkatga? Ro'zona biz taqriban 7 baja ishlaymiz. Masalan 7 baja ertaman ham ishni shuru qilamiz, faqat 4 ila 4,5 baja ishni bas qilamiz. Ko'p yaxshi. Bundan o'ysang, masalan bir populda sizlar tartib qilasizlar, tanzim qilasizlar va bozorga arza qilasizlar va tavlid qilasizlar. Durust? Bundan o'ysang, avval ish qayerdan shuru bo'ladi va qayerga xalos bo'ladi? Avval ish bu yerdan shuru bo'ladiki, popurda avval puxt qiladi, ba'dan murchiradi, mahlut bo'ladi, mashinga keladi. Ba'dan oxirin lahzot ikshol pokat olib chiqadi baqa. Bastabandi bo'ladi, shargat tavsiya qilamiz. Ko'p yaxshi. Albatta unda populda pishirasizlar. Bale. Unda necha nafar ishlaydi? Unda populda pishiramiz 2 nafar ishlaydi. Bir tanasi faqat murchiradi, bir tanasi puxt qiladi. Kattakon rahmat sendan. Tashakkur. Sog' bo'ling. اسلامی امارت بو عطر آزادی خوش بو هر مسلمان بالسه آچilgan چون لاله رو. Aziz do'stlar va hurmatli Radio televizioni Milliy Afg'onistonning ko'ruvchilari va muxlislari, ayni paytda yetdik oxiri o'zbek dasturimiz albatta shirkati Populdan sizlarga Samangon viloyatidan tuzatdik. Albatta vatandoshlarni va Samangon yashovchilarni ishlaridan va bu shirkatga ijod bo'lgan Samangon viloyatiga qancha yoshlarga va Samangon yashovchilarga zaminai ish farahm bo'lgan va shirkatning mas'uli bilan ham so'zladik va gapirdik va sizlardan ham kattakon rahmat diyamanki bu o'zbek dasturimizni avvalidan to oxirigacha ko'rdilaringiz va bizlar bilan bor edilaringiz. Boshqa avqatlaringiz yaxshi, sog' amon qolingizlar. Xudo hafiz nosirlaringiz.